Cho'qtepadan do'stlar shunaqa kachelalarda maza qilib o'tirib, suvlarni sepib, undan tashqari zeleniy zonasidan mevalarni olib yeb o'tiradigan joydan fayzli xonadon topib qo'yganmiz. Uyda sizga sharoitlarni tushuntirib o'taman. 4 sotikda 6 xonadan iborat 4 burchak joylashgan, mehmonxona uchun alohida, hammom hojatxona, oshxona deysizmi? Xullas qo'yingki, qish kunida-chi deydigan bo'lsangiz, to'pli pollar qilingan. Qo'yingki, hamma narsa bor. Wi-Fi deysizmi, konditsioner deysizmi, yaxshi qo'shnilar deysizmi? Xullas tinch joy, miyangiz tinch turadigan, havosi eng muhimi bu yerda Cho'qtepada bilasiz, havo masalasi toza. Gaz bor? Yo'q, gaz propanda, svet bor, suv bor. Xo'jayin o'zi to'g'risi bu uyga shunaqa bog'lanib qolgan ekan, mehrni berib, gullarni berib, agarotlargacha e'tibor berib qo'ygan ekan. Endi nasibda bugun sizga shunaqa uylar nasib qiladigan bo'lib turibdi. Narxi-chi deydigan bo'lsangiz, o'zi asli sotilish narxi 55 ming bo'lib turgan joyda 52.500 dollarga gaplashganmiz. O'zi xo'jayin ozgina yana yoqdan o'tib hoja qiladigan bo'lsangiz, yana tushib beradigan joyi bo'ladi. Albatta, eritsangiz hamma ish yuradigan joyga kelib qoldik do'stlar. Telegram kanalimizda lokatsiya, undan tashqari xo'jayin o'zi nomerini qoldiramiz. Loyihaviy ko'cha 4-xonadon. Kelsangiz qo'shnilar ham yaxshi. Undan ham eng zo'r tomoni bilasiz, ko'p yerlarda uylar nizoli bo'ladi. Bu yerda hamma narsa joy-joyida. Kelasiz, maza qilib baraka topib yashaydigan joy do'stlar. Aloqaga chiqing, Cho'qtepaga maksimal jo'natib qo'ying.